Ilya Topuria bilan tortishuvdan so'ng Charles Oliveira liga rahbariyatiga Las Vegasdagi xalqaro jang haftaligida uni oktagonga qaytarishni so'radi. Biroq braziliyalik o'ziga Ilya emas, chempionlik kamari egasi Islam Maxachevni raqib sifatida ko'rmoqchi. Ilya Topuria Charles Oliveiraning so'zlarini e'tiborsiz qoldirmadi va u Oliveira bilan jang qilishni nega xohlamasligini tushuntirdi. Sharhlovchi Joe Rogan Ilyaning navbatdagi jangida Islam Maxachev bilan uchrashishiga ishonmayapti. Ilya o'zi kim? Nega sobiq chempion Charles Oliveiraga past baho bermoqda? Video davomida ushbu yangiliklar haqida batafsil bilib olamiz. Videoga like bosing, biz yangiliklarni boshladik. Ushbu video Vanix kompaniyasi tomonidan tayyorlandi. Sport o'yinlaridan pul ishlab olishni xohlaganlarga video kommentariyasidagi ishonchli omad silkasini eslatib o'taman. UFC, futbol va bir qancha sport turlaridan pul ishlab toping. Buning uchun video kommentariyasiga o'tib, ro'yxatdan o'ting. Saytdan ro'yxatdan o'tib, hisobingizni xohlagan summaga to'ldirsangiz, depozitingizga qo'shimcha 3 million so'm bonus qo'shib beriladi. Braziliyalik Charles Oliveira nima uchun yengil vazn toifasiga o'tgan, lekin hali rasmiy jang rejalashtirilgani yo'q. Ilya Topuria bilan jangga qiziqmasligini tushuntirdi. Uning gaplari: "Hozir gap ko'p, lekin menga kamar kerak. Chempion esa Islam Maxachev. Topuria juda zo'r yigit. U dunyodagi barcha hurmatga loyiq, ammo hozir u bilan kurash yetarlicha katta nom emas deb o'ylayman. Agar chempionlikni istasam, Maxachev bilan jang qilishim, uni mag'lub etishim va yana chempion bo'lishim kerak", dedi Charles Oliveira. Tashkilot rahbari Dan Whitening so'zlariga ko'ra, ispan-gruziyalik jangchining raqibi 1-2 haftadan so'ng ma'lum bo'ladi. Biroq hozircha barcha yangiliklar uning amaldagi divizion chempioni Islam Maxachev bo'lishini ko'rsatib turibdi. Charles Oliveiraga kelsak, Arman Sarkyan bilan revansh jangi va o'tgan yilgi mag'lubiyat uchun qasos olish imkoniyatini berishga tayyor bo'lgan raqib sifatida turibdi. Oliveira UFCga jiddiy murojaat qildi. Uning gaplari: "Hammaga salom, xayrli tong, tushdan keyin yoki kechqurun. Ba'zi bolalar UFCdagi o'z tarixlari haqida juda ko'p gapirib yuborishdi. Men bu mavzuda gapirishim mumkin. Men 15 yildan beri shu yerdaman. Eng ko'p bonuslar, marralar va rekordlar hammasi menda. Umid qilamanki, bu hamma uchun tushunarli. Men Maxachev bilan xalqaro jang haftaligida jang qilmoqchiman. Dana Shonshabli Hunter, bu jangni amalga oshiring. Men buni juda xohlayapman. Men yana kamar uchun ketyapman. Yana chempion bo'lishni istayman. Men yana tarix yaratishga tayyorman. Keling buni bajaramiz. Bu hamma ko'rmoqchi bo'lgan kurash. Men tayyorman. Maxachev ham bu kurashga muhtojligini, shuning uchun bu albatta urush bo'lishini aytdi. Menga qo'ng'iroq qiling", dedi braziliyalik ijtimoiy tarmoqda joylashtirgan videoda. Charles albatta yuqori darajadagi yigit. Uni hisobdan chiqarish mutlaqo adolatdan emas. So'nggi yillarda u faqatgina pound for pound cho'qqisiga yutqazdi va u Sarukyanga teng kurash olib bordi. Ammo Topuria bilan jang uning uchun xavfli, chunki Oliveira ko'pincha o'tkazib yuboradi va gruzin bilan bunday janglar yaxshilikka olib kelmasligi aniq. Shuning uchun u bu jangdan qochishga harakat qilishi aniq. Bu yil har yil o'tkaziladigan xalqaro janglar haftaligining yakuniy tadbiri 28-iyun kuni bo'lib o'tadigan UFC 317 turniri bo'ladi. Ilya Topuria Charles Oliveiraga javob qaytardi. Uning gaplari: "Charles, jim bo'lganing ma'qul. Senda 10 ta mag'lubiyat bor. 5 tasi nokaut, 4 tasi bo'ysunish va bittasi qaror bilan. Sen raqibsiz, men esa chempionman. Butun divizionning otasi menman. Men bu yerga hech narsa so'ragani kelganim yo'q. Men bu yerda xo'jayinman", deb yozdi Topuria ijtimoiy tarmoqda. Holat haqida mening shaxsiy fikrim: Charles Ilyaga qaraganda 3 barobar ko'p jang o'tkazgan. 45-16. Mag'lubiyatlar sonini solishtirish to'g'ri emas. Ilya yana 30 ta jang o'tkazish kerak. Keyin ko'ramiz. Topuria qanday qilib yulduzga aylandi? Xo'sh, keling u yengil vazn toifasida ekanligidan boshlaymiz. Bu yerda u hech kim emas, ya'ni janglar bo'yicha. Va Oliveira o'z navbatida sobiq chempion. Va agar biz o'tmishdagi yutuqlar haqida gapiradigan bo'lsak ham, Ilya jangchi yo'lida kelmoqda. U bor yo'g'i bitta himoyani amalga oshirdi va kamarini sababsiz bo'shatdi. Oliveira esa yengil vazndagi afsonalar Dustin va Justindan kamarini himoya qildi. Topuria nega o'zini bunchalik yuqori ko'rsatmoqda bilmayman. Menimcha Ilyani islomga tashlash kerak va uni aslida kimligini barchaga isbotlab qo'yish kerak. Ushbu ehtimoliy jangni rasmiy anonsini 2 haftadan keyin bilib olishimiz mumkin. Sharhlovchi Joe Rogan Ilyaning navbatdagi jangida Islam Maxachev bilan uchrashishiga ishonmaydi. Uning gaplari: "Bu sodir bo'ladi deb o'ylamayman. Men o'zim ham ular Topuria bilan nima qilishmoqchi ekanligiga qiziqyapman. Menga Topuria va Oliveira varianti yoqyapti. Oliveira baland bo'ylik, barcha sohalarda xavfli va katta imkoniyatlarga ega. Yengil vaznlilar haqiqatan ham katta. Islam esa juda katta", dedi Joe Rogan o'zining podkastining so'nggi qismida. Sizningcha Ilyani kim yutgani siz uchun ma'qulroq? Islammi yoki Charles Oliveira? Fikrlaringizni albatta kommentariyaga yozib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha barchangizga xayr.